chek yemasligi 3 kungacha kutishimiz mumkin. Endi ko'tarayotganimizda, masalan, bolani ko'tarasiz, mana bunday ko'tarasizlar deysiz, bolani to'g'rimi? Mana bunday ko'taramiz biz. Bolani to'g'rimi? Mana bunaqa. Bunaqa qilmang deysiz. Mana endi bolamizni bundoq ko'tarasiz. Keyin mana bu ikkita oyog'ini xuddi hojatda o'tirgandek mana. Men qornini ham ezmayapman mana. Mana shunaqa qilsangiz, qornini itarib, damini ketkazadi, ichini keltirish qiladi. Mana shunaqa ko'tarib tursanglar, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Bu to'g'ri qushishi, palapartish emiz tashagandan shunaqa bo'ladi. Nega to'g'ri tushadi? Oshqozonda ovqat turibdi, hali hazm bo'lmasa yana berib yuborgansiz. O'shaning uchun oshqozonda qattiqroq turadi, tushadi. Keyin palapartish bergandan keyin bir xilli kasha berishadi. Kashani noto'g'ri tayyorlagandan ham shunaqa bo'ladi. Endi men bir xillar beraman, endi sizlarda kasha yo'q, shunda bo'lsa ham. O'zingiz uchun bilib qo'ying, kelajakda misol uchun noto'g'ri tayyorlansa ham xuddi shunaqa. Biz qo'rqamiz, qachon qo'rqamiz qusganda, sariq, yashil qon qusganda, vazn qo'shmaganda. Qolganda hammasini qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Xo'p? Tak, bolamiz yaxshi, sog'lom bo'lib qolgan. Buguncha mayli yotib tursin, ertaga keyin qilsam bo'ladi. Yoki bugun ketaman desang, qo'lini olib keta qol.